Assalomu alaykum. Bugun bugungi mavzuyimiz eng kichik umumiy karrali. Ekuk haqida bugungi mavzuyimiz. Ekuk, qisqartmasi ekuk. Hop, bu mavzuni tushunishlik uchun biz mana shu boshida 38 va 48 sonlarini karrali degan tushunchani birinchi yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Karrali degani nima degani? Hop, shundan keyin ekuk nimaligiga o'tamiz. Birinchi tushunchamiz shu karrali. Misol uchun biz bundan avval ekukda bo'luvchi degan tushunchani tushunib olgan edik. Endi karrali degan tushuncha kerak bo'lyapti bizga. Karralik. Hop, 3 ga karrali sonlarni yozing desa, misol uchun 3 ga karrali sonlarni yozing desa. 3 ga karrali sonlarning eng kichkinasi 3 o'zi bo'ladi. Keyingisi 6, 9, 12, 15. Mana bu sonlar 3 ga karrali sonlar. Karrali degani mana shu son uchun biz tanlagan son bo'luvchi bo'lishi kerak. Demak, 3 ga karrali son 6, 9, 12. Endi 5 ga karrali sonni toping. Misol uchun 5 ga karrali son. Birinchisi o'zi, undan keyingisi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 va hokazo ketaveradi. Bu 5 ga karrali sonlar. Endi bu sonlarimiz 3 ga karrali sonlar. Buni ham davom ettirsak bo'ladi. 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Mana karrali degan tushunchani ko'rdik. Karrali nima degan ekan? 3 ga karrali desa, mana shu bitta sonni 3 ga karrali deyishimiz uchun bu sonni 3 ga bo'lish mumkin bo'lishi kerak ekan. 5 ga karrali deyishimiz uchun birorta sonni o'sha sonni 5 ga bo'lishimiz mumkin bo'lishi kerak ekan. Endi umumiy karrali degan tushuncha mana bitta sonni olaylik, 3 va 5 uchun umumiy karrali bo'lsin desa, shu bitta son ham 3 ga ham 5 ga bo'linishi kerak. Mana bu yerda 15 ikkalasiga ham bo'linyapti, e'tibor qilsanglar. Yana bor, davom etadi. Misol mana 45. 45 ham 3 ga ham 5 ga ham umumiy karrali hisoblanadi. Umumiy karralilar ham o'zi 3 ga karrali sonlarni ham cheksiz davom ettirsak bo'ladi. Cheksiz davom ettirsak bo'ladi. 5 ga karrali sonlarni ham cheksiz davom ettirsak bo'ladi. Shuning uchun bizda eng kichigi kerak. Ekukda eng kichik umumiy karrali deyiladi. Demak, cheksizta sonni topa olmaymiz, lekin bizga keragi eng kichik umumiy karralisi kerak bizga. Shuni ekuk deymiz. Demak, karralini tushunib olsak, ekuk shundan kelib chiqarar ekan buni tushunchasi. Demak, 3 ga karrali bo'lsa va 5 ga karrali bo'lsa, endi ikkalasining ham karralini umumiy karrali. Umumiy karralilari ham mana 45 ga o'xshagan umumiy karralilari ham cheksiz chiqaveradi. Mana bu yerda 30 ham bor. Mana shu 30 ga qaramay qoldi. Mana 30 ham bor. Mana 15, 30, 45, 60, 75 bo'lib ikkalasi uchun umumiy karralilar davom etib ketaveradi. Bizga eng kichigi 15 ekan deyapman. Endi 36 bilan 48 ning karralilarini kitobimizda mana beryapti. 36 ga karrali sonlarning ichida eng kichigi 36 ni o'zi. 72, 108, 144, 180. 48 karralilari 48, 96, 144, 192, 240, 288. Bular hammasi 48 ga karrali sonlar. Endi uchun ular ikkalasi uchun umumiy karralilar ko'k rang bilan alohida belgilab qo'yapti. 288. Bu ikkalasi uchun ham umumiy karrali son hisoblanadi. 36 va 48 sonlar uchun umumiy karralilar. Umumiy karralilari ham cheksiz davom etadi. Cheksizda topish mumkin, lekin bizga eng kichigini so'ralyapti. Ekuk deb. Demak, shunda 149 olamiz ekan. Xo'p, qoida. Bir nechta natural sonning har biriga bo'linadigan eng kichik natural son ularning eng kichik umumiy karralisi ekuki deyiladi. Bu qoidani ham yodlab olish kerak. Qoidalar savollarda tushib qolishi mumkin. Mana endi birinchi misoldan ko'ramiz. 30 bilan 36 ni ekukini biz o'zimizni matematik yo'l bilan qanday hisoblaymiz? Doim 30 bilan 30 ga karrali sonlarni qo'tor qilib yozib, 36 ga karrali sonlarni yozib chiqib, keyin shularning orasidan tanlaymizmi? Yo'q, mana biz o'zimiz standart usulimiz bor. Ko'paytiruvchilarga ajratib, buni
Hisoblaymiz misollar. Hop, mana. Hop, tayyor nimadan ko'raveraylik. Hop, tayyor ishlanganini tushuntirib beraveray mana. 30 ni tub ko'paytiruvchiga ajratyapti. 2 ga bo'ldik 15. Endi 2 ga bo'lmaydi, 3 ga bo'ldik 5, 5 ni 5 ga bo'ldik 1. 36 ni ham tub ko'paytiruvchiga ajratyapti mana. 2 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. Ha? Endi tub ko'paytiruvchiga ajragan holati mana. Tub ko'paytiruvchiga ajragan holat mana. Endi ekukni olayotganda, demak, biz oladigan sonimiz hop, ikkalasida qatnashish shart emas ekan ekukka o'xshab. Demak, bir chekkadan olamiz. Faqat ikkalasida ham qatnashganlarda katta darajasini olamiz. Misol uchun mana 2, bunda ham qatnashyapti, bunda ham qatnashyapti. Biz katta darajasini olamiz ekukda. 2 dan bu yerda bitta qatnashyapti, bu yerda 2 ta qatnashyapti. Mana 2 tadan oldik. Bu yerda 3 dan bitta qatnashyapti, bu yerda 2 ta qatnashyapti. 3 dan ham 2 tani oldik. Endi 5 bu sonda qatnashyapti, bunda qatnashmayapti. Mana bu sonni ham olamiz, umumiy bo'lmaganini ham olamiz. Boshida shu yerini tushunishingizda murakkabroq bo'ladi, lekin ko'p misol ishlasangiz, og'zaki bajarib ketadigan darajaga yetasiz. Har doim ekukni olish uchun yo umumiy mahrajni topish uchun biz ekukni tub ko'paytiruvchilarga ajratib, keyin topib, keyin umumiy mahraj beramiz deydi. Yo'q, buni siz ko'p ishlasangiz, xuddi shu misollar. Bemalol 36 bilan 30 ni ekukini siz og'zaki o'ylab topa oladigan darajaga chiqasiz. Faqat mana bu misollarda ko'proq ishlasangiz, miya shu xususiyatni o'zlashtiradi. Og'zaki hisoblasangiz bo'ladi keyin. Faqat boshida buni shu yo'l bilan ishlash kerak. Shu yo'l bilan ishlashni bilgan odam keyin og'zaki hisobla oladi. Xo'p, demak, 180 qanday kelib chiqqanini tushundik. Demak, umumiy darajalarning kattasini oldik, umumiy bo'lmagan sonlarni ham olamiz ekan. Mana 2 ni ikkinchi darajasi 4, 3 ni ikkinchi darajasi 9, mana 4 kira 9 36, 36 ni 5 ga ko'paytirsak 180. Xo'p, men yerda qoida beryapti ekukni hisoblash uchun mana. Ekuk m va n ni topish uchun m va n sonlar tub ko'paytiruvchilarga ajratiladi. M va n sonlardagi umumiy tub ko'paytiruvchilarning eng katta darajalari va umumiy bo'lmagan tub ko'paytiruvchilardan ko'paytma tuziladi. Eng katta darajalari va umumiy bo'lmaganlari deb mana shu 5 ta aytyapti hozir. Umumiy bo'lmaganlarini ham olib bir-biriga ko'paytiramiz degan ko'paytma tuziladi. Demak, shu ko'paytmani hisoblasangiz, o'sha m va n sonlarini ekukka kelib chiqar ekan. Bu nazariy qismi endi. Xo'p. Endi misollarda tushunamiz, ko'proq matematikada ko'proq misol ishlab tushunamiz. Hop, mana keyingi misol, mana 15 bilan 12 ni ekukini toping deyapti. Mana kitobda ham ishlab bergan, endi men bu yerga o'zim boshqatdan ishlab yozib beraman. Hop. 15 va 12 ni ekukini hisoblash uchun mana ekuk hop 15 12. Hozirgi qoida bilaman. Birinchi 15 tub ko'paytiruvchiga ajrataman, 12 ni tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 2 ga bo'lmaydi, 3 dan boshlab bo'lib chiqaman mana. 5, 5 ga bo'lsam 1. Bu tugadi. 2 ga bo'laman 6, 2 ga bo'laman 3, 3 ga bo'laman 1. Endi ekukni olishda nima qilamiz? Hop. Qanaqa ko'paytma tuzamiz? Umumiy bo'lmagan, misol uchun 2 bunda qatnashyapti, bunda qatnashmayapti. Umumiy bo'lmagan son buni olamiz dedi qoidada. Demak, nechta 2 qatnashyapti? 2 ni ikkinchi darajasi qatnashyapti. 3 dan bunda ham bitta, bunda ham bitta. Bitta olamiz. Endi kattasi ham, kichik darajasi ham 3 ni birinchi darajasi. Mana bu 5 ni ham olamiz. Ana. Endi 2 ni ikkinchi darajasi 4, 3 ni birinchi darajasi 3 ko'paytirilgan 5. Hop, 4 ni 5 ga ko'paytirsak 20, 3 ga ko'paytirsak 60 ekan. Mana 12 bilan 15 da ekukini hisobladik, 60 chiqdi. Menimcha tushundinglar. Kerakli joyini misol video to'xtatib, yozadigan bo'lsangiz yozib olavering. Men davom etib ketaveraman. Kerakli joyda o'zingiz to'xtatib olaverasiz. Hop, men endi keyingi misolga o'taman. Endi 15 va 12 ni ekukini hisobladik. Uchinchi misolimiz. 20 va 33 sonlarini ekukini hisoblang. 20 va 33. Xuddi shu yo'l. Demak, ekuk 20 33. Hop. Tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 20 ni 2 ga bo'lamiz. 10, 2 ga bo'lamiz. 5, 5 ga bo'lamiz. 1. 33 da 3 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lmaydi, 3 dan boshlab bo'lyapman. 11, 11 faqat 11 ga bo'ladi. 1. Endi ekukni olayotganda mana ekuk 20
33 teng 2 ni olamiz. 2 dan 2 ta bor ekan. 2 dan ko'payib mana 2 ta. 3 dan bitta olamiz. 5 bor. 5 ni ham olamiz. 11 ni ham olamiz. Mana ekuk shunday topiladi. Demak, umumiy son yo'q ekan bu yerda. Bunda qatnashgan son bunda yo'q, bunda qatnashgan son bunda yo'q. Demak, buni hamma ko'paytiruvchilarni olamiz. Hamma ko'paytiruvchilarni olamiz bu yerda. Bu yerdagi hamma mana hamma böluvchilarni ko'paytiramiz. Hop, 2 kere 2 4, 4 kere 5 20. 20 ni shu ko'paytirsak 60, 11 ga ko'paytirib olsak mana 660 chiqar ekan. Hop, mana to'xtatib, yozib, bemalol tushunib olishingiz mumkin. Hop, keyingi misolga o'taman endi. Ikkita o'zaro tub sonning eng kichik umumiy karralisi shu sonlarni ko'paytirmasiga teng. Demak, hozirgi misolimiz shunga hozir ishlagan misolimiz mana. O'zaro tub sonlarida bular bitta ham umumiy bo'luvchi yo'q ekanda, o'zi shuni bir-biriga shunday ko'paytirib qo'ysak ham 660 chiqar edi. Doimo bunday qilmaymiz lekin. Doimo bunday qilmaymiz. Faqat sonlarni tekshirib ko'ramiz. Umumiy bo'luvchi yo'qmi? Demak, o'zaro tub ekan. O'zaro tub sonlarni ekukini hisoblayotganda bularni bir-biriga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, birinchi ekukini topish uchun ikkalasini bir-biriga ko'paytirib qo'ysak to'g'ri bo'ladimi yo'qmi? Buni aniqlash uchun ular tekshiring, o'zaro tubmi yo'qmi? Shunda tekshirsangiz, o'zaro tub bo'lsa shunday ko'paytirib qo'yasiz, bir-biriga ekuk kelib chiqaveradi. Qoida shuni deyapti. Hop, keyingi misolimiz mana 240 bilan 60 da ekukini toping deyapti. Hop, buni ham hisoblab yozib chiqamiz. Mana 240 60 2 ga bo'lamiz. 120 2 ga bo'lamiz. 60 2 ga bo'lamiz. 30 2 ga bo'lamiz. 15 hop 3 ga bo'lamiz. 5 5 ga bo'lamiz. 1 2 ga bo'lamiz. 30 2 ga bo'lamiz. 15 endi 3 ga bo'lamiz. 5 5 ga bo'lamiz. 1. Endi ekukini olyapmiz. Ekuk 240 60. Hop, umumiy bo'lgan sonlar 2 dan 2 ta qatnashyapti. Bu yerda 1 2 3 4 ta qatnashyapti. Ko'pini olamiz. 2 ning 4-darajasini olamiz. 3 dan bu yerda ham bitta, bu yerda ham bitta bo'lsa, bittasini olsa yetadi. 5 dan ham ikkalasidan bittadan, ikkalasidan bittadan qatnashyapti, men bitta olamiz. 2 ning 4-darajasi 16, 16 ni 5 ga ko'paytirsak 80, 80 ni 3 ga ko'paytirib qo'ysak mana 240. Bu 240 da o'zi chiqib qoldi. Demak, keyingi hop, misolni mana ko'paytiruvchiga ajratib, bu ko'paytiruv tub bo'luvchilarning orasidan qaysilarini tanlab olgan yaxshilab tushunib oling. Hop, to'xtatib tushunib olsangiz ham bo'laveradi. Endi men davomini tushuntiraman. Hop, demak 240 chiqib qoldi. Demak, ikkita sonni ekukini toping desa, demak katta son kichkina songa bo'linadigan bo'lsa, bu yerda katta sonni ekuk qilib olib qo'ysak bo'laverar ekan. Demak, ekuk degani ikkalasi ham karrali sonlarning eng kichigi. Misol uchun bu katta son 60 ga bo'lindi, bu o'ziga ham bo'linishi aniq. Demak, mana shu o'zini tanlab qo'yaveradi. Agar bir son ikkinchisiga bo'linsa, u holda katta son shu sonlarning eng kichik umumiy karralisi bo'ladi deb mana qoidada ham aytib qo'yapti. Demak, tub ko'paytiruvchiga ajratib topsak ham shu son chiqadi. Demak, to'g'ri. Ikkita sonning umumiy karralisi nima? Ikkita sonning umumiy karralisi nima? Mana savollarga javob beramiz. Demak, ekuki ikkalasining ham karrali bo'lgan sonlar ichidagi eng kichigi ekuk deyiladi. Eng kichik umumiy karralisi. Ikkalasi bitta narsa. Bu qanday belgilanadi? Tub ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Ikkita sonning ekukini topish uchun ikkala son tub ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Demak, tub bo'luvchilarining orasida umumiy qatnashgan bo'luvchilarning katta darajasi olinadi va umumiy bo'lmagan bo'luvchilarni ham olib ko'paytma tuziladi. Demak, shunday hisoblab topiladi ekuk. Ikkita o'zaro tub soni ekuki nimaga teng? Ikkita o'zaro tub soni ekuki. Misol uchun mana 2 bilan 3 ta ekuki nimaga teng? 2 bilan 3 ta ekuki mana o'zaro tub son. Bularda ekuki ikkalasini ko'paytirmasiga teng. Har qanday o'zaro tub sonlarni oling, bularda ekukini hisoblasangiz, ikkalasini ko'paytirganingizdan bir xil javob chiqadi. Qanday holda ikkita son biri ular uchun ekuk bo'ladi? Demak, qachon ikkita sondan bittasi ikkalasi uchun ham ekuk bo'lib qoladi desa, demak bitta son ikkinchisiga bo'linsa, kattasi kichigiga bo'linsa, demak katta son ekuk hisoblanaveradi. 141. Hop, bu yerda bitta qoidani ham yozib qo'yib, bitta formula bor, shuni misollarda kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana ikkita A va B sonlarda ekuki bilan ekuk A B. Shu ikkita sonda ekukini
Ekukini ko'paytirasiz. Kubiga. Eng katta umumiy bo'luvchi. AB. Shuni bir-biriga ko'paytirganingizda mana shu A va B sonlarini bir-biriga ko'paytirganingiz bilan teng bo'ladi. Demak, ekuk ABni ekuk ABga ko'paytirsak, bularni ko'paytmasiga teng bo'ladi. Mana shu formulani ham yodlab olish kerak. Bu ham mana axborotnomadagi testlar ishlamoqchi bo'lsangiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz kitobimizdan ketamiz endi. Hop, quyidagi sonlarni to'rtta umumiy karralisi, eng kichik umumiy karralisini toping deyapti. Hop, 2 va 6 ni birinchi to'rtta umumiy karralisi. Hop, 2 bilan 6 uchun. Birinchi umumiy karrali mana 6 bo'ladi. Mana biri ikkinchisiga bo'linsa, mana shu katta son 2 bo'laveradi ekan. Hop, keyingisi 12, keyingisi 18, keyingisi 24. Mana 2 ga ham 6 ga ham karrali, umumiy karrali bo'lgan to'rtta sonni yozdik. Ular ichida eng kichigi 2 bo'ladi mana. 3 bilan 5 ga 3 bilan 5 ga karrali to'rtta sonni yozing. Ular bir-biriga bo'linmaydi, lekin o'zaro o'tib. Bularning ekuki ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi. 15, keyingisi 30, keyingisi 45, keyingisi 60. Ekuk mana shularning ichida eng kichigi bo'ladi. 6 bilan 8 ga ham shuni hisoblaymiz. Mana 6 bilan 8. Endi mana tub ko'paytiruvchilarga ajratib o'tirmaymiz. Og'zaki hisoblang deyapti. Endi buni tub ko'paytiruvchiga ajratib hisoblasangiz ham bo'laveradi. Og'zaki hisoblamasangiz. Hop, 6 ga ham 8 ga ham karrali eng kichkina son. Hop, birinchisi 24. Keyingisi 48. Keyingisi hop 72. Hop, 72 bo'lsa, keyingisi 72 ga hop 24 qo'shib olaylik. 90 98 96. 96. 6 ga ham 8 ga ham bo'linadi. Bular ichida eng kichigi mana 24. 6 ga ham 8 ga ham karrali sonlar ichida eng kichigi mana shu ekuk. Hop. Bo'ldi. 4-chi misolni o'zingizlar ko'rib qo'yasizlar. Bular ekuki 18. Ekukini topib olasiz birinchidan. Eng kichigini topib olishni shuni 2 ga, 3 ga, 4 ga ko'paytirib ketaverasiz. Keyin qolgan karralilarni topish, umumiy karralilarni topish. 24 buni 2 ga ko'paytirasiz. 3 ga ko'paytirasiz. 72 4 ga ko'paytirasiz. 90. 15 ni ham 2 ga ko'paytirib, 3 ga ko'paytirib, 4 ga ko'paytirib qo'yasiz. Buni ham xuddi shunday 2, 3, 4 ga ko'paytirib qo'yasiz. Keyingi karralilari kelib chiqaveradi. Agar keyingi karralilarni so'rasa. Lekin bizga ko'p misollarda eng kichik umumiy karrali, ya'ni ekuk kerak bo'ladi. Demak, umumiy karralilarni 5-6 tasini yozib bering desa, birinchi ekukini topib oling, uni keyin ko'paytirib ketavering. 2 ga, 3 ga, 4 ga qilib ko'paytirib ketsangiz, keyingilar kelib chiqadi. Xo'p, bo'ldi. Keyingi savolimiz ma'muraning bir qadami 54 sm, manzuraniki 63 sm. Qanday eng qisqa masofada ular oyoqlari izlari ustma tushadi? Bu yerda ham masalani yaxshilab tushunib olsangiz, masalan, mazmunidan shu kelib chiqadiki, sochma yerdan qadam tashlashni boshladi, 54 sm dan keyin keyingi qadam tashlaydi mana. Endi mana bunisi bu yerda boshlagan bo'lsa, 63 sm dan keyin 63 sm dan keyin keyingi qadamini tashlaydi. Endi mana boshida ikkalasi bir joydan boshlayapti. Lekin ikkinchi qadamlardan orasida farq bo'lishni boshladi. Bu keyin yana 54 sm dan keyin yana bu 63 sm dan keyin bu yana 54 sm dan qachondir yana ikkalasi bitta joyga to'g'ri keladi. Mana shu joyni so'rayapti, qancha masofadan keyin. Buning uchun bizga ekuk kerak bo'ladi. Shu 63 bilan 54 ekukni topamiz. Mana tub ko'paytiruvchi ajratib. Demak, bizdan so'ralayotgan narsa hozir masalan yechish uchun ekukni topib olishimiz kerak. 54 63. Mana 54 tub ko'paytiruvchiga ajratasiz, 63 ni ham tub ko'paytiruvchiga ajratasiz. 2 ko'paytirsak 27, 3 ga ko'paytirsangiz 9, 3 ga ko'paytirsangiz 3, 3 ga bo'lsangiz ko'paytirsangiz dedim. Hop, 3 ga bo'lsak 21, 3 ga bo'lsak 7. Endi tugadi. 1. Hop, ekukni olyapmiz. 2 dan bitta olamiz. Mana 2 dan oldik bitta. 3 dan bitta, 3 dan bitta, 2 ta. Ko'pini olamiz, buni ko'p tomonini olamiz. 3-chi darajasi. Ya 7 yo'qmi? 7 ni ham olamiz. Bittasida bor, bittasida yo'qmi? Olaveramiz. Hisoblaymiz endi. Ya 3-chi darajasi 27. 27. Hop, 2 kere 7 14. Hop, ko'paytirib qo'yamiz. 14, 27 ni 14 ga ko'paytiramiz. 14. Hop, 7 kere 4 28, 2 dilda 4 kere 2 8, 10.
8 bo'lim 27. 8, 7, 3. 378 ekan mana. 378. Ularni ikki kuni topib oldik. Demak, mana bu yerdan boshlangandan mana bu yergacha 378 metrda ularni yana oyoqlari, izlari ustma tushar ekan. Qancha eng qisqa masofada. Keyin yana bundan keyin yana qancha masofada desa, yana 378 metr. Misol ikkinchi marta qanchada desa, buni 2 ga ko'paytirib qo'yasiz, xullas shunaqa. Masalan, javobni tushundinglar ishlanishi. Hop, ishlanishini bunday yozib ko'rib olaveringlar. Endi yozuvlarni shu million joydan chiqib qolsa, avvaldan uyda so'rab qo'yaman. Yana shoshilib shuni yozaman. Yo'lda to'p o'ynashni. Lekin raqamlar menimcha tanisa bo'ladi hammasini. Buni teng mana. Tenga o'xshab tursa tenga o'xshab. Hop, keyingisi endi. Eng kichik umumiy karalisi 10, 15, 26, 60 bo'lgan 3 tadan son yozing. Eng kichik umumiy karalisi hop 3 tadan son yozing gapni. Sochmay hozir 1 bilan bilan 10 olaylik. 3 ta son. Hop mana 2 bilan 5. Bularni 2 2 10. 2 bilan 10, 5 bilan 10. Mana 3 ta yozib qo'ydik mana. Ikkalasi uchun ham bu uchala juftliklar uchun ham 2 hozir 10 chiqaveradi. Hop, 15 bo'lishlik uchun 3 bilan 15. To'g'ri? Ikkalasi uchun 2 15. 5 bilan 15. Hop. 3 bilan 5 uchun ham 15. Uchtadan son yozing degan bo'lsa yozing mana. 26. Uchtadan juftlik yozaylik. Hop. Mana bu misolda ishlayapmiz. 143-misol, 143-misol. Ikkita son olaylik, ularni 2 26 bo'lsin. 2 bilan 26 ni olamiz. Osoni shu mana. 13 bilan 26 ni olamiz. 2 bilan 13 ham kiradi. 2 bilan 13 ga ham 26 bo'ladi. 60 ni o'zingizlar topasizlar endi. Menimcha 2 ni topishda diqqat bilan qarab o'rgangan odam bemalol hozir tushundi darsda. Hop, qolgan misollarga ham bunday harakat ko'rsanglar bo'ladi. Endi hop hammasini ishlab beraman desam, bu video megabayt o'ta katta bo'lib ketyapti. 4 gigabayt, 5 gigabayt bo'lib ketyapti. Hop, endi jadval to'ldirasiz. E kubni topishni bilasiz. 48 bilan 45 da e kubini topib b ga yozasiz. E kubini topib b ga yozasiz. 48 bilan 45 ni bir-biriga ko'paytirib natijani b ga yozasiz. Endi u e kub bilan e kubini topgan bo'lsangiz, ikkalasini ko'paytirib b ga yozasiz. Jadvalni o'zingizlarga qoldiraman to'ldirishni. Hop, 144 masalan, Abdurahmon, Ma'mura, Manzura kutubxonada uchrashdi. Ular o'rtasidagi suhbat jarayonida Abdurahmon maktab kutubxonasiga har 3 kunda, Ma'mura har 5 kunda, Manzura esa 7 kunda borishi aniqlandi. Ular keyingi marotaba qachon uchrashadilar? Demak, shu sonlarni 2 kun topib qo'yasiz. Hammasi o'zaro tub son bo'lgani uchun bularni ko'paytirib qo'ysa ham bo'laveradi. Bittasi 3 kunda kelsa, keyingi 6 kun, 6-kun keladi. Masalan, keyin 9-kun keladi. Lekin 15-kuni, 15-kuni. Aniq mana 3 kunda keladigan, 5 kunda keladigan ikkalasi uchrashadi 15-kuni. Lekin uchalasini ham so'rayapti. Uchalasini ham topish uchun uchalasini 2 kun topasiz. 3, 5, 7. Demak, 105 kundan keyin, adashma, 105 kundan keyin ular ko'paytmasi 2 bo'ladi, o'zaro tub bo'lganligi uchun. 3, 7, 5 ko'paytirsak, 3 kere 7 21, 5 ga ko'paytirib qo'ysak, 105. Demak, 144-masalan javobi 105 kundan keyin uchalasi ketma-ket keladi. Ko'rishadi. Lekin bular 15-kuni ham ko'rishadi, 30-kuni ham ko'rishadi bular ikkitasi. Lekin mana bu ikkalasi, mana ikkalasi. 3 kunda keladigan bilan 7 kunda keladigan, qachon ikkalasi bilan nima qoladi? 21-kuni, to'g'ri, 42-kuni shunaqa qilib davom etaveradi. Lekin uchalasi 105 kundan keyin to'planadi lekin. Sonlar qatorining tuzilishidagi qonuniyatni aniqlab 3 taga davom ettiring. Nima bo'lyapti bu yerda? E'tibor bersak, faqat 90 qo'shilib ketyapti mana. 90, 180, 270, 90 qo'shilib keyingisi.
450, yana 90 qo'shadi. 450 ga. 540, 630. Bunda 75 qo'shilib ketyapti ekan. Mana qonuniyat shu. Xo'p, misollar ancha sodda, bunaqa murakkab narsa yo'q. Darsda diqqat bilan boshida tushunmagan bo'lsangiz, bemalol bu yog'ini ham tusha olasiz. Hop, endi 32 ni nechta tub bo'luvchisi bor? Tub ko'paytuvchiga ajratib ko'rasiz. Menimcha buni tub bo'luvchi faqat 2, 32 niki. Tub ko'paytuvchiga ajratib faqat 2 chiqadi. Xo'p, hozir bu misollarga men test qilib qo'yganman. Qolgan misollarga ko'p to'xtalmayman. Xo'p, hozir video dars ko'rib bo'lgandan keyin test tashlayman. Qolgan hamma misollarni pastga test qilib tuzib qo'yganman. Mavzuni ekib topishni tushunmagan bo'lsangiz, bemalol testlarni ishlay olasiz. Demak, bugunga qisqacha shu mavzuyimiz. Hammaga omad, yaxshilab o'rganinglar. Bu mavzularda bilaman deganlar ham takrorlab qo'yinglar, biliminglar mustahkamlanib qoladi. Sog' bo'linglar, rahmat.